zo'r lokatsiyadan kotej quraman deb yurganlarga, ya'ni uy quraman deb yurganlarga zo'r lokatsiyadagi joy o'rin topib qo'ydik. Ya'ni Afqobni yo'ldan boshqa yo'lga tushganimizdan keyin 1 kilometr yurganimizda chap qo'limizda Uzunbog' ko'chasi keladi. Shu ko'chadan kirganimizda Satroton 4 sotikli joy o'rnimiz bor. Bolshoy yo'ldan Uzunbog'ga tushganimizda 3-Uzunbog' ko'chasida Satroton 4 sotikli joy o'rnimiz bor. Hamma dokumentlar so'z olib sotdiga tayyor. Xudo xolasa olaman desangizlar, pullarningizni notariusga so'raversangizlar bo'ladi va albatta to'g'ri otingizga o'tib qurilishda qaragancha xudo xolasa ruxsatini olib turib boshlayverasiz qurilishda. Oldingida misol uchun qurib bo'lgandan keyin otingni o'tirib beraman degan narsa bo'rimizda yo'q. Shuning uchun mana shu ko'chada mana shu joy o'rnimiz sotuvga qo'yilyapti. Fasad tarafi 19 metr, uzunligi bo'lsa 22 metr deyilyapti uy dunyalari. Bo'rimiz bo'lsa ko'cha, xudo xolasa kelgusi yilda bo'rlarimiz asfalt bo'lib, to'g'ri asfaltga ulanib ketilishi kutiladi. Xudo xolasa nasib bo'lsa, kimga qiziq qolgan bo'lsa, narxlarni hozir bir qator aytib o'tib ketamiz. Bu joy o'rnimizning narxini ketib olmasak, narxini uy dunyalari 70 million so'm aytib turib, yana ochib tashib kelishdan yerlari bor. Kimga qiziq qolgan bo'lsa, telefon nomerlarini qoldiramiz. Bog'lanasizlar va kelishamiz, baraka qilamiz xudo xolasa. To'g'ri atingizga o'tirib beramiz. Hammaga yaxshi kayfiyat, sizlar bilan Bang'it Maklar kanali.